Xitoyning yillardan buyon Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari majburiy emgak va irqiy qirg'inchilikni yoshirish va soxta tashviqot qilishdagi vositalardan biri chet el diplomatlarini ziyoratga o'rinlashtirish bo'lib, yaqinda 30 davlatning diplomatlari Uyg'ur diyorida ziyoratda bo'lgan. O'tir Sharq kuzatuvchisi to'rining 10 avgust xabar qilishicha, musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan 30 davlatdan kelgan 32 nafar elchi va diplomat Xitoy Tashqi ishlar ministerligining taklif qilishi bilan rayonning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini ko'rish uchun Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lgan. Xabarda aytilishicha, bu 5 kunlik ziyorat o'tgan 8-oyning 5-ida ilib berilgan. Litva qatnash va aloqa ministerligining muavin ministri Agini Laychukivistotning boshchiligidagi 11 kishilik hay'at 17 avgust Tayvanga yetib borgan bo'lib, 5 kunlik ziyoratda bo'lgan. Bu ziyorat Xitoy doiralarini qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministerligi 12 avgust organ torbetida Aginiga jazo yurgizdiganligi haqida bayonot e'lon qildi. Xitoy taraf bayonotida Litva qatnash va aloqa ministerligi bilan barliq hamkorlikni to'xtatganligini va Litvaniya bilan xalqaro transport sohasidagi hamkorlikni to'xtatganligini bildirdi. Litva Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan oz sondagi davlatlar qatoridan hisoblanadi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bu haftaning 5-ida Ulan-Batorni ziyorat qilgandan keyin Mongoliya bilan Xitoy hamkorlik hujjatlariga imzo qo'ydi. Kelishimda Transperiya temir yo'lining asliga keltirilganligi o'tirg'i qo'yildi. Egilinishcha, asliga keltirish va bog'lash to'g'ri Beijingning muhim tabiiy boyliqlarga erishishini yaxshilash va embargo ta'siriga uchraydigan Rossiya bilan bo'lgan savdoning ravon bo'lishiga kafolatlik qilishni maqsad qiladi ekan. Qozog'iston hukumatı Turkiya bilan bo'lgan harbiy istixborot sohasidagi hamkorlik kelishimini tasdiqladi. Qozog'iston hukumatı e'lon qilgan farmonda 10-may Qozog'iston bilan Turkiya o'rtasidagi imzolangan harbiy axborot sohasidagi hamkorlik kelishimining tasdiqlanganligi o'tirg'i qo'yildi. Sri Lanka Xitoyning Yuanwang 5 tadqiqot paraxotining Hambantota portida yiqilg'i va ta'minlashni asliga keltirish talabiga ijobiy javob qaytardi. Sri Lanka Tashqi ishlar ministerligining bayonotida Yuanwang 5 ismli tadqiqot paraxotining 16-22 avgust kunlari Hambantota portida bo'ladiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Sri Lanka matbuotlaridagi ba'zi xabarlarga qaraganda, Hindiston Xitoyning bu paraxotini ishiltib, taktikalik sonliq ma'lumot to'plashidan ansirab, Sri Lankani bu masala to'g'risida ogohlantirgan. Ma'lum bo'lishicha, Saudiya Arabiston bilan Amerika bir oy davomlashtirishni planlagan birlashma dengiz manevri Qizil dengizda boshlangan. Saudiya Arabistonining G'arbiy rayon qo'mondoni Ahmad Eddibis, Amerika dengiz armiyasi markaziy qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Paul Joseph Brook va ikki davlatning yuqori darajali ofitserlari va harbiy amaldorlari manevrning ochilish marosimiga qatnashgan. Avstraliyada Federativ sud mahkamasi Google'ga 58 million 400 ming dollar jarimani to'lashga hukm qildi. Avstraliya raqobat va iste'molchilar hay'ati bayonotida sud mahkamasi Google'ning 2017-yil 1-oydan 2018-yil 12-oygacha bo'lgan oraliqda Android ko'chma uskunalari orqali to'plangan shaxsiy o'rin uchuri haqida ba'zi xaridorlarni qaymoqtirganligini bayqadi dedi.